Hozirgi kunda sotuv juda ham zo'r bo'layotgan offroadlardan biri bu Rockstone 01 bo'ladi. Sotuv rostdan zo'r bo'lyapti. Mana ikki xil opsiyaligi bor, ya'ni zapaskali varianti, zapaskasiz varianti. Juda ko'pchilik biladi zapaskasizligi. Mana ko'rsatib o'taman. Orqa tarafida zapaskasi bo'lmaydigan varianti, bu ham o'ziga yarasha turadi. Bu yoq tarafda mana zapaskasi bor variantida. Ichlar oranjeviyda, parog, pilisoska hamma narsalari qilib qo'yilgan, tayyor russkiy tekstlargacha sovutish, isitish, massaj hamma funksiyalari bor. Tepada monitorlari mana 3 qatorli, 7 o'rindiqli. Pilososkalari ko'rasizlar. Elektron paroglarigacha qilib qo'yilgan. Xolasizlar, shunda haydasizlar. 54 mingdan 58,5 minggacha sotganmiz. Pastda nomerlar bor, aloqaga chiqinglar. Xudo xolisa ikkita dona qoldi. Chiroyli narxda berib yuboramiz. Ushbu videoga like bosib, Rockstone qarayvergan tanishlarga jo'natib qo'ysanglar, xudo xolisa sizlarga ham, bizga ham manfaatli bo'ladi. Yanada batafsilroq ma'lumotlar uchun pastda nomer bor. Hammaga rahmat, salomat bo'ling.